Qaysi turbina bir barda ko'proq o't kuchi beradi bilasizmi? Bizda ikkita turbina bor. Biri Tracker'niki, ikkinchisi esa TD05. Ko'pchilik ular bir barda bir xil o't kuchi ishlab chiqaradi deb o'ylaydi. Shunaqa o'ylasangiz turbina qanday ishlashini bilmas ekansiz. Chunki faqatgina bosim ko'rsatkichlarini bilish masalani bir qismi. Quvvatni hosil qiladigan eng kuchli faktor bu havo oqimi. Ya'ni ma'lum bosimda qancha havo massasini yoki hajmini muayyan vaqt ichida o'tkaza olishimiz hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, bir barda katta turbina albatta ko'proq o't kuchi beradi. Chunki u bir xil vaqt ichida ko'proq havo massasini o'tkaza oladi. Ko'proq havo massasi esa ko'proq benzin qo'shish imkoniyati va shu bilan birga silindr ichida ulkan portlashga erishamiz deganidir. Endi turbinalarning qanday turlari borligi haqida gaplashamiz. Agar zajigayni tizim ishlamasa, sizga tez yurishda turbina ham yordam bera olmaydi. Bunda sizga Mansuro bobinalari kerak. O't kuchi tushib ketishida faqat svech emas, balki kuchlanish berib uchquni boshlab beradigan bobina o'ta zarur komponent. Shunaqa ekan, tezgina budjet bu bobinalarni mashinangizga o'rnatib oling.